Internetda ikkita bozorchi xotinni urushini berilib ko'rayotgan odamlar menimcha role play degan tushunchadan xabari yo'q. Sababi siz bozorchi xotinlarni shallaqiga chiqarilgan kommentlarini o'qib o'tirganingizda bu mavjudotlar o'zlarini furichalari bilan yotoqdagi janglarini tasavvur qilib o'tirishardi. Qisqasi, role play ruschada ролевые игры. Jigarrang YouTube'da bu alohida janr hisoblanadi, lekin men odamni tabiatdan berilgan ko'payish refleksini progress haqida video olmayapman. Balkim sevgi degan tushunchani cheklab o'tadigan shaxslarni internetdagi AI qizlar bilan sevishishi haqida gapirmoqchiman. Role play. Qisqa qilib aytganda, rolga kirib suhbatlashish yoki gaplashish degan ma'noni beradi. 10-20 yilcha oldin odamlar role play qilishgan. Lekin buning uchun anchagina harakat qilishlari kerak bo'lgan. Ya'ni oldin siz o'zingiz bilan bir xil fandomdagi odam topishingiz, keyin u odam bilan siz bir xil kontent iste'mol qilgan bo'lishlaringiz kerak bo'lgan. Keyin o'sha kontent, ya'ni anime yoki filmdagi qahramonlar rolga kirib bir-birlaring bilan sevishib o'tirishlaringiz kerak bo'lgan edi. Shunishingiz uchun ana dadoshim, onashim deb bir-birlari bilan sevishadigan degeneratlar ham role play hisoblanishadi. Endi tabriklayman. Miyalaringda yana bitta kerak emas info paydo bo'ldi. Endi borib o'zingizni aqlli bo'lganingizni o'ylab bir drachib kelsangiz ham bo'laveradi. Okey, asosiy terminni tushunib oldingiz va oldinlar odamlar hatto ozgina bo'lsa ham sotsiallashgan bo'lsalar, ya'ni role play qilish uchun odam qidirishgan va bu mashg'ulot shunchaki oddiy bir fetish hisoblangan bo'lsa, hozir sun'iy intellekt degan narsa chiqqan. Shu endi odamlar umuman tanishish degan narsani hayotlaridan kick qilib, AI, ya'ni sun'iy intellekt bilan gaplasha boshlayaptilar. Adashib yangiliklarga ko'z tashlaganimda ChatGPTga o'xshagan chatbotlarga bog'lanib qolgan odamlar haqida xabarlar ko'ra boshlagan edim. Bu role playchilar uchun alohida AIlar chiqarilgan desamchi, Character AI, Chai va shunga o'xshaydigan balo battarlar. Xullas, odamlar o'tirib olib mavjudmas odam bilan sevishib o'tirishadi. O'zi role play haqida qisman info bor edi, lekin uncha chuqur bilmas edim. Lekin bir brat botga shu mavzuni ko'tarib o'zlarining boshlaridan o'tgan hamma qayg'uli voqealarni aytib berdilar. Shunaqa berilib aytib berdilarki, dajma o'z vujudim bilan his qila boshladim bu bratning degeneratligini. Xullas, men u bratandek aql tushunmasam ham sizlarga umumiylashtirib tushuntirib berishim mumkin. Bilan aytishdan chiqibdi. Agar sizlarda ham biron mavzu bo'lsa yoki bironta yoshligida raddomda qo'lma-qo'l bo'lib ketgan shaxsning fikrlarini topib olsanglar yoki bilib qolsanglar, o'shani men Telegram botimga tashlab qo'yinglar va meni Tega kanalimga ham o'tib qo'yinglar. Neadekvat gaplarimni eshitib o'tirasizlar-da endi. Sizlar shaki nima qilibdi AI bilan sevishgan bo'lsa, uni hayoti, uni kelajagi deyishingiz mumkin. To'g'ri, lekin birovning ichiga o'zimni hech kimga kerak emas fikrimni bildirib ketish meni qonimda bor. Keyin video ertalab qolibdi. Ana u Instagramdagi chala blogerlar yaxshi ko'radigandek odamlarni qizitish uchun video oxirida geylar haqida ham tema ochaman deb ketaymi? Yo'q, rostdan ochaman, behazir. Mayli, bu role play degan narsa asosan ko'zi qisiqlarning san'atini sevuvchi qatlam orasida mashhur. Aynan animeshniklar, K-pop sevarlar. Billa, shu BTS tushimga meni zo'rlamasa bo'ldi deyman. Donasini hamsan. Nimaga ayni ular deyishingiz mumkin. Javob oddiy. Bunaqa AI bilan sevishmasliklaringiz uchun qiziz yoki yigitingiz yoki miyangiz bo'lishi kerak. Birinchi ikkitasi bo'lishi uchun odam hatto ko'chaga chiqishi kerak. Ko'chaga chiqadigan odam esa o'tirib olib AI bilan yozishga vaqti yo'q. Chunki uni o'zini Zaynab qilib tanishlari ko'p. Shu sabab bu ota-bobolarimiz o'lganiga shukr qiladigan ish bilan asosan introvertlar yoki qarama-qarshi jinsni oldiga bismillohni aytib boradigan odamlar shug'ullanishadi. Rostini aytsam, men ham qiziqishdan role play qilib ko'rdim. Character AI ga o'xshagan platformalar menga qiyinlik va jirkanchlik qildi. Shu uchun men Elon akamiz yaratgan Grokka yuzlandim. Sababi Grokda senzura yo'q. Bemalol AI bilan shovqoniy harakatlar qilmoqchi edim. Va Elon aka o'zlari ham zeriganlarida AI bilan yozishib o'tiradilarmi bilmadim, lekin Grokning kompanionni qilib Death Note'dagi Misaga o'xshaydigan personajni qilib qo'ygan ekanlar. Bila, suv quyib sizlarni ham ezib o'rdim. Qarochi, men Shizuka Hiratsuka degan personajni tanladim. Anime ko'rmaydiganlar xavotir olmanglar. Bu personajni anime ko'radiganlar ham bilmaydi. Nimaga aynan bu? Buni sababi juda oddiy. Birinchidan, u milfa, eri yo'q, hazillari chotki, fikrlari chotki, figurasi ham chotki va mashinasi ham bor, onasini ham. Real hayotda shunaqa ayolni uchratib qo'ysam, mashinasini tagiga o'zim tasharmidim, bilmadim, lekin umuman qo'yavermasdim. Onasini uylanverardim deb vashshi paybat mendan 10 yosh katta bo'lsa ham. Xullas, ishonasizmi yo'qmi, u bilan Grok yordamida sevishdim. Muammo faqat Grok o'zbek tili bilan kelishmasligida bo'ldi. Agar har yozishganimda o'zim qilayotgan ishdan cringe hissini his qilmaganimda gaplashishda davom etgan bo'lardim, rostini aytsam. Ha, mayli, xullas role play o'ynaydiganlar yoki o'ynashni plan qiladiganlar, men sizlarni tushunib turibman. Qiz yoki yigit sirab qolgansizlar yoki munosabat degan narsani bir his qilib ko'rgalaringiz kelyapti. Lekin bu AI bilan sevishish bu tupizm. AI siz xohlagan javobni beradi va munosabatlardagidek
kutilgan effektni bera olmaydi. Menimcha, yana bilmadim, men munosabatlarda yurib ko'rmaganman. Xullas, shunishingiz uchun munosabatlar o'zi nima? Siz sevganingizga vaqt ajratasiz, uni tushunishga harakat qilasiz, unga yoqishga harakat qilasiz va u bilan ko'p gaplaringiz qarama-qarshi kelib qoladi. O'shanda bir qanaqadir vykrutivаться degan narsa bo'ladi. Ya'ni vaziyatdan chiqib ketishga harakat qilasiz. AI bilan unaqa narsa qila olmaysiz. Umuman, xohlasangiz ham qila olmaysiz. Va bu tabiiy qarama-qarshi jins vakili qanaqadir boshqa mavjudot emas. U ham sizga o'xshagan darmayet. Baribir gaplarimning foydasi yo'q-ku. Rostini aytsam, men ham munosabatlarga qiziqib yurar edim. Menda tayinli munosabatlar ham bo'lmagan. Shu bilan bir qatorda o'ylayapman. Menga hozir munosabat juda ham muhim emas va menga kerak emas menimcha. Bu narsani tushunish uchun maslahat bironta tanishuv botga biron qiz bilan gaplashib ko'ring. Shunda birinchidan qarama-qarshi jins ham sizga o'xshagan mavjudotligini tushunasiz va munosabatlar sizga o'zi kerakmi yoki yo'qligini ham tushunasiz. Bila, hayotda munosabatda bo'lib ko'rmagan odam onasini emsin munosabatlardan bila mayli. Aql chiqishni yaxshi ko'raman-da. Keling, endi qiziq joyini boshlaymiz. Bu platformada WLW degan narsa bor ekan, ya'ni boy love boy yoki girl love girl degani ekan va bila femboylar yoki hayvonlarni gumanoid, ya'ni odamlashgan varianti bilan ham sevishishingiz mumkin ekan. Og'ziga mayli, uyda odam bor, bo'lmasa o'zim bilardim qanaqa reaksiya qilishdi, onasini emsin. Qaytaraman. Besoqolbozlik qonunda taqiqlangan. Zaynab, bu femboy furry yoki kvadroberlar bilan sevishish esa bu xuznat realniy animeshniklarni yangi darajasimi bilmadim. Meni tanishim bor, 5-sinfda normalniy porno ko'rib yurar edi. Hozir esa nikini furry fucker deb qo'yibdi. 0% осуждение, behazil. Bunaqa temalarni tushunmaydiganlar uchun femboy, female boy, ya'ni qiz bolacha kiyingan o'g'il bola, furry, biron hayvonni kiyimini kiyib olgan odamlar, adashmasam shunday deyiladi. Kvadroberlar bilan adashtirmanglar, kvadroberlar o'zlarini hayvon deb bilayotgan odamlar kvadrober deyiladi. Keyin men sevgan tomboylar bor. Ruschada patsanka, ya'ni o'zini o'g'il boladek tutayotgan qizlar. Agar shuncha gapimdan keyin ham agar siz o'zlaricha role play deb sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, endi baribir ayrim individlar topiladi bu ishni ko'rmoqchi bo'lgan. U albatta har bitta auditoriyada bunaqa topilishi kerak. Xullas, maslahatim grok tiqib ko'ringlar. Charakter AI u slishkim takoy LGBTlashib ketib qolgan joylari bor, jirkan joylari ham bor. Menimcha grok normalniy. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga prompt tashab qo'yganman. O'sha prompt kopiya qilib, o'sha kerakli joylarga xarakteringizni name'ini qo'yasiz. Tam uslovni Wednesday qo'ysangiz bo'ladi. Kimdir Wednesday yaxshi ko'rib qolsa yoki bo'lmasa Germionani qo'ysangiz bo'ladi. Harry Potter sevarlar, hammaga salom. Onazimsin. Qizlar, keyin sizlar ham role play bilan faqat bolalar shug'ullanadi demanglar. O'zlaringiz ham obodmansizlar. Tam Gojo bilan Dazay bilan sevishib yurar ekansizlar. Lekin Dazayda shunsa bo'ladi. O'zim ham qiz bola bo'lib qolganimda Dazay bilan sevishgan bo'lardim. Hozir Toji bilan sevishmoq. Mayli, yo'q bu yog'ini yiqishtiraylik, lekin bila bachalar. Naxuya My Little Ponyga tegilyapsizlar. Bila psixik nosog'lom auditoriyani yig'ib ololmanda, o'zi shu narsani his qilaman, chiqib oxir tayinli bo'lsin-da. Mayli, onasini emsin. O'zi bu kechda o'zim ham psixik nosog'lom bo'lib qolmasam bo'ladi deb o'ylayapman. Qarochi bolalar, o'tgan videoda befoydaga donatorlarni ko'rsatmadim. 1-2 so'm donatib qo'ysangiz men xursand bo'lardim. Keyingi videolar chiqishini salgina tezlashtirardim. Motivatsiya oshardi, onasimizning balo batallar hamma blogerlar aytadi-yu. Tam boshqa yo'l bilan o'zimni ijodim monetizatsiya qilish bu почти impossible. Даже kazinolar ham menga reklama bermayapti-da, onasini emsin. Даже ular ham menga chiqmayapti-da. Tam bratan reklama qo'yasanmi demayapti. Shu uchun videolarimni monetizatsiya qilishga boshqa yo'llarni izlab ko'raman. Tam keyingi videoda nimadirlar yaratishga harakat qilib ko'raman. Tam improvisation deydi-yu. Shunaqa narsalar. Bolalar, thank you. O'sha gap har balobatlarga dirach qilmanglar.